Ortaqlar yine mən Xarəzm vilayət Şavat tumanı Boyraş qışlağıdanman. Özüm sənətkarman. Bugün yine 16 iyul 2024 yıl yeni kanal açatırımız. Özüm sənətkarman. Hemen şu kanalımıza teklif kılamız. Kanalımızda yenilikler. Sənət sahası işqibazları üçün şimdi kanal açtık. Kanalımıza abone olun. Ben özüm sənətkar olğanlığım tüfeyli şu Xarəzm sənətkarlar icadından, şu bütün sənətkarlar, Özbekistan sənətkarlar icadından yeniliklerini bərparamız. Marhamat, albatta yaxshi bir ijro bilan dasturni boshlaymiz. Demak, Zarifboy Xudoyberganov ijrosidagi jonli ijrodagi tarona bilan dasturni boshlaymiz. Marhamat. Sevdim bir perini istedim rahat. Sevdim bir perini istedim rahat. Havvası içre her dem ol yere könglim. Hiç rahat görmedim yetişti afet. Hiç rahat görmedim yetişti afet. Zulmet içre kaldı azara könglim. Zulmet içre kaldı azara könglim. Göya fasli bahar açılan güldür. Göydüm hasretinle sevgenim güldür. Göya fasli bahar açılan güldür. Göydüm hasretinle sevgenim güldür. Yarım taza güldür könglim bülbüldür. Yarım taza güldür könglim bülbüldür. Barıp kaşın konar gülzara könglim. Barıp kaşın konar gülzara könglim. Herifi canımdan bağrım dilindi. Razımın öldürsen canımı alindi. Herifi canımdan bağrım dilindi. Razımın öldürsen canımı alindi. Kara zülfün yüzden yüze bölündü. Kara zülfün yüzden yüze bölündü. Her bir gül yüzünde yüz para könglim. Her bir gül yüzünde yüz para könglim. Aşık olan kulak salar bu söze. Laylı ulan laylı şey çekmişim bize. Mene könglim yarda yar könglim özge. Mene könglim yarda yar könglim özge. Haneden
düşen o kara kaçtır. Gül yüzüne düşen o kara kaçtır. O kaşa karasam gözlerim yaşlılar. Halımı rahmetmez bir bağrıdaştır. Halımı rahmetmez bir bağrıdaştır. Mudam sergizdandır azara keglim. Mudam sergizdandır azara keglim. Nefes aytar endi yar sana kurban. Cemalın görgenler kalurlar hayran. Ben eşkin derdini izledim pinhan. Ben eşkin derdini izledim pinhan. Mudam zahir bulur aşkara keglim. Mudam zahir bulur aşkara keglim. Varıp kaşın kular gülzara keglim. Rahmat. Erta tongdan Zarboyga Xudoyberganov minnatdormiz. Salomat bo'ling. Katta rahmat. Sağ olun, salomat. Rahmat. Ömrümde gezmerem gül gül zor seylenir. Esli bahar istemirim gül gül olmasa. Gül zar seylenen eylerime gül olmaz aman ay aman. Aha garidolar garidolar. Orlu var arsulmaz. Yigit başı esam bu sana. Malı var masuz olmaz aman ay aman. Bilmeyim aşk gül yüzün, aşığı kalsa olmaz. Yürek var gülmese bir huda yansa olmaz. Sana dedi o çeşre, yanması salsa olmaz. Aşkın düştü yürekke, çıkarıp alsa olmaz. Feryat adamda yaşlıya kaytarıp alsa olmaz. Buy buy buy, ala gül buy buy buy. Ala gül gelme ha, kara gül gelme. Ala gül gelme hey, kara gül gelme. Misal-ı keram iste, davet vermem felekke. Bozulma vapan yarım, gül koyma bekke. Sırmasa halim dilber, ramam sırmaz yürekke. Şimdi 60 tamırdan tetiz kırtıp yekke. Limana sinirdir, ayıratım olsa bulmaz. Buy buy buy, ala gül buy buy buy. Ala gül gelme ha, kara gül gelme. Ala gül gelme hey, kara gül gelme. Yeşil azım niyindi, yeşil azım niyindi. Seni ilan vermem. Hayalımın bir kuşman ben özümü bilermem. Tamam muradım var diye ben gözünden tilermem. Divana meşrefinden iş kotuna yanarmam. Bana bir şuluktan göz
aleyküm, hurmatli qadrli san'at shaydolari. Sizlarga barchangizga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin deya navbatdagi musiqa xiyoboni ko'rsatuvimizni sizga taqdim qilamiz. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni Shovatli Berganov bo'ladi. Zarifboy aka, avvalambor studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat.
Endi har bir san'atkor orzu qiladi, niyat qiladi. San'atga girib kelish umuman har bir san'atkorda orzu umid bilan bo'ladi. Ko'p inson ustoz san'atkorlar san'atiga qiziqadi. Ko'pchilik efirda ko'radida san'atkorlarning har bir ijro uslubiga nazar tashlaydi. Endi siz qanday qilib bu san'atni tanlagansiz? Umuman oldin boshqa sohada ishlaganmisiz? San'atni qadrlashingiz borasida to'xtalsak. Avvalambor shu Xorazm televideniyasi ijodkorlarına shu yerga bir taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Meni san'atga kirib kelishimning asosiy sababchisi meni katta akam san'atga o'ta ishqiboz, doira chalib turadi. Shu meni san'atga qiziqishimni ko'rib, Kamoljon Ataniyozovni eng kenja shogirdlaridan Jumanazar Rahimov oldiga olib bordi. Shuni uyinda 1 yil bo'lib, shundan ta'lim tarbiya oldim, san'at sirlarini o'rgandim. Qancha yildan buyon bu san'atga nazar tashlagansiz, san'atga kirib kelgansiz? Men Jumanazar aka Rahimov bu yandan ketgandan keyin kolxozimizda Kamoljon Ataniyozov nomidagi Ashula varaqsan sen bo'la ochildi parvoz, Ashula varaqsan sen bo'la ochildi. Shu yerda solist bo'lib ishga kirdim. Shu yerda ustozlarim shu yana Jumanazar aka Rahimov yana shu yerda O'daboyev Hajvoy akamiz. Shulardan shu yerda ta'lim olib, o'sib ulg'ayib o'sdik. San'atga qiziqishimizda yana bir asosiy sababchisi menimcha shu Kamoljon Ataniyozov bo'lsa kerak, qishlog'imizda o'sgan. Jumanazar aka Bekjonov ham bizni ham yurtimiz bo'ladi. Baribir ham shu qishloqning farzandisiz va ustoz san'atkor Kamoljon aka Ataniyozov san'atiga ixlos qo'ygansiz. Jahonda ma'rifatlar sarvari har bob bo'lg'aysan bo'lib zulmotim diyan olib ro'yab bo'lg'aysan bir bina
har bir san'atkorda ustoz ham bo'ladi, shogird ham bo'ladi. Siz ustozlaringiz to'g'risida to'xtalsak. Endi ustozlarimiz to'g'risida soatlab aytsam ham kam. Jumanazar aka Rahimov bo'lgandan keyin men ansambeldan ichki ishlar bo'limiga ishga qabul qilindim. Ichki ishlar bo'limi Toshkent shahrida bo'lganda respublika ko'rik konkurslarida birinchi o'rinni g'oliblik qo'lga kiritdik. Shu Hamza teatrida bir konsertda hurmatli marhum ustozimiz Quvondiq aka Iskandarov bilan ham saboq bo'lib qoldik. Shu kishi bilan bordi keldi qilib o'tiradi edik. Boradi edik, uyga keladi edi. Shu ham menga ustozlik qilib, shu mendan senga podarkada bir kasetani bir kuni kechqurun kelib ertalab kecha bir kasetani to'ldirib yozib berib qaytdi. Keyin yana bir ham qishlog'imiz Matmurakat Saloyev bilan ham saboq bo'lib qoldik. Undan fatihalarini oldik. Endi shu ustozlar qo'llab-quvvatlaydi degan ruhlar qo'llab-quvvatlab turgan bo'lsa kerak. Rahmat Zarif aka, ana shu qatorda sizning ustozlaringizni ham oxiratlari obodligini tilab qolamiz. Baribir san'atni sir-sanoati o'zgacha. Xorazm san'ati ne dillarning rom qilmagan deysiz. Bu san'atning sir-sanoati, kuyning chalinishi, ashulalarning aytilish uslubi, bir so'z bilan aytganda dil tortar xonishlar har bir musiqa ixlosotlarining mehrigiyodek tobora o'ziga tarannum qiladi. Xorazm san'ati yo'nalishi aytsa arzigulik san'atga ega. Soz avji, ovoz sehridagi mumtoz, yalla qo'shiqlarning Xorazmning baxshiyu xalfalari, sozandayu go'yandalari ijro qilsa, har bir muxlis sevib tinglaydi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Ayni paytda o'ziga xos uslubda muxlislar yuragidan joy olib kelayotgan shovatli xush ovoz xonanda Zarifboy Xudoyberganovning san'ati, ijod yo'nalishi, so'z ila suhbatlari albatta bugun siz muxlislarni xushnud qiladi degan umiddamiz. Şaşımam gusadır men durmuşam ferhade. Saldı yaşkın delaba canı ciğerim otay. Vadari gavetti ömrüm zaya verdim vade. Keşe yok gündüz bilen bir köye aşık olmuşam.
bugun dasturimizga qanday qo'shiqlar tayyorlab keldingiz? Bugün şu koşuklardan ustazımız Cümeyzer Rahimov'dan ürgengen koşularımızdan şu Mahtum Kulu sözleri bilen 5-6 ta koşuk tayyorlab keldik. Ya'ni Mumtoz Sho'x qo'shiqlar bugun dasturimizdan o'rin olgan. Demak, siz ijro qilgan bitta qo'shiqqa navbat bersak, yana suhbatimizni davom qildiramiz. Dedim ki ruyu gül, sen özün ben düğün. Ben dedim ki ruyu gül, sen özün ben düğün. Kahram koyda sabır kıl, taşlamasam canıma. Kahram koyda sabır kıl, taşlamasam canıma. Belli kalın taşlı yar, düşme bile yanıma. Kübrikleriyden beden naşlar kadar canıma. Belli kalın taşlı yar, düşme bile yanıma. Kübrikleriyden beden naşlar kadar canıma. Ben dedim ki yataş, gözden akan dolu yaş. Bakmadılar bana taşanlı perişanıma. Camiledir kul oldum, yana kul oldum. Ömrüm başına masratta da gülistanıma. Camiledir kul oldum, yana kul oldum. Ömrüm bakşide bosna tağla gülistanıma. Ömrüm bakşide bosna tağla gülistanıma. Belli kalın taşlı yar, düşme bile yanıma. Kübrikleriyden beden naşlar kadar canıma. Belli kalın taşlı yar, düşme bile yanıma. Kübrikleriyden beden naşlar kadar canıma. Kübrikleriyden beden naşlar kadar canıma. Qadrli Oyna jahon muxlislari, Musiqa xiyoboni deb nomlangan ko'rsatuvimiz davom qiladi. Ko'rsatuvimiz mehmoni Zarifboy aka Xudoyberganov. Yana bir bora xush kelibsiz. Zarifboy aka, har bir san'atkorda reja, umid bo'ladi. Sizning kelgusida rejalaringiz qanday?
Endi hayotda har kim bir orzu umid qilib yashaydi. Hammada orzu bor. Biz ham orzumuz hali katta. Endi hozircha bir sir bo'lib qolaversin bu. Oshkor qilmaylik. Endi baribir shu xalqimizga shu mumtoz san'atini bu musiqa ijro uslublarini baribir o'lmaydigan qilib xalqimizga yetkazish niyatlaringiz bor. Kuchaysin, amalga oshsin. Biz ijodiy parvozlar tilab qolamiz. Endi bizni mana muxlislar tomosha qilyapti, kuzatyapti. Shu bizni tomosha qilayotgan muxlislarga sizni o'zingizni yaxshi tilaklaringiz. Har bir insonning uyida yaxshi kun bo'lsin. To'y bo'lsin. San'atkorlar shularning uyida xizmat qilsin, bizga o'xshagan san'atkorlar. Shu biz shu yerga taklif qilganimiz uchun shu Xorazm televideniyasi ijodkorlariga, shaxsan o'zingizga, o'zim nomimdan, oilam nomidan katta tashakkur bildiraman. Hammaning uyida to'ylar bo'lsin, yaxshi san'atkorlar xizmat qilsin.